Adamlar nima uchun kitob o'qimay qo'ydi? Bunun eng katta sabablaridan biri internet bilan telefon bo'lib qoldi. Assalomu alaykum, Shovot bugun kanalga obunachilar. Bugun bize Shovot tumanida yagona bo'lgan kutubxona geldik. Bu yerdagi imkoniyatlar, qulayliklar haqida tanishtirib o'tamiz. Bilasizlar, kitob ilm koni. Odamzod yaraldiki, ilmni faqat kitobdan. Oxirgi yillarda yoshlarimizda kitob o'qigan qiziqishim pasayib ketgan. Tirik kitob nomi bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketgan Xayrullo Asadiy yoshlarimizda yana kitob o'qigan qiziqishni uyg'otdi. Sadriddin Ayni aytganidek, millatni yo'q qilish uchun otish shart emas. Uni bilimsiz qilib qo'ysangiz bas. Shovot tumanimizdagi kutubxona binosi 1983-yilda Sharaf Rashidov tomonidan barpo etilgan. Bu binomiz yangi hisoblanadi. Kutubxonamizda 230 mingdan ortiq kitoblarni topsangiz bo'ladi. Hamma sohaga oid, siyosiy, ilmiy, nazariy, hamma sohadagi kitoblarni topsangiz mumkin. 5 xildan ortiq tilda yozilgan kitoblarimiz bor. Dunyo adiblari, O'zbekiston, ayniqsa Xorazm adiblari tomonidan yozilgan hamma kitoblarni topsangiz bo'ladi. Keyin bundan ham yaxshi yeri, biz Shovot tumanimiz haqida hamma ma'lumotlarni o'shara kelsangizlar, o'zi muzey yaratilgan, hokimlar haqida ma'lumotlar, Shovot tumanimizda tug'ilgan siyosiy shaxslar haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi. Kutubxonamiz sizlar istagan barcha qulayliklarga ega. Bu yerga kelib turib, abonement ochtirib, kitoblardan mutlaqo bepul foydalansangiz bo'ladi. Olib kelib, yana topshirsangiz bu. Bu yerga kelsangizlar, shu yerda o'qib tayyorlanish uchun qulayliklar yaratilgan. O'zlaringiz ko'rsangiz bo'ladi. Eng muhim ma'lumotni aytib o'tsam sizlarga, O'zbekiston Respublikasi barcha qonunlarga joylashgan konstitutsiyadan kitoblar mavjud bo'ldi. Keyin prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'z tomonidan yozilgan kitoblarni topsangiz bo'ladi. Olib, mutlaqo bepul foydalansangiz bo'ladi. Kutubxonamizning manzili Shovot tumani pochtasini to'g'risida.